Uyg'ur tili darsligini tuzishga aloqador 3 Uyg'ur töhmet bilan jazolandi. 11 yanvar Shingdao gazeti xabarida bildirilishicha, Xitoy Uyg'ur tili darsligida milliy bo'lgunchilik ideyasi bor degan töhmet bilan 3 Uyg'ur amaldorni jazolagan. Xabarda Xitoy Sharq Turkistonning Urumchida 200limachilik bilan kurash qilish maxsus yig'ini ochganligi. Yig'inda Xitoy doiralari atalmış Uyg'ur Abtonom rayonlik ma'rif nazorati 12 yil ilgari tuzib chiqqan bir qism Uyg'ur tili darsligida 2 panizm, ya'ni pan-islomizm va pan-turkizm, shundaqla milliy bo'lgunchilikning ideviy zahri bor degan töhmet bilan darslikni tuzishga aloqador atalmış Abtonom rayonlik sobiq ma'rif naziri Sattar Savud, Abtonom rayonlik hukumat katibi Olimjon Muhammad Emin, İctimai Fanlar Akademiyasi muavin boshlig'i Abdurazaq Sayim qatorliq 3 Uyg'ur amaldorni tekshirib bir taraf qilganligi. Yig'inda 200limachilik bilan kurash qilish ta'kidlanib, Uyg'ur Abtonom rayonlik yemaklik va dori materiallarini nazorat qilish idorasining boshlig'i doktor Xalmurod G'upurning bu sohada gumonliq ekanligi bildirilgan. Xabarda yana Xitoy Sharq Turkiston tabasida boshlang'ich va o'rta maktab ma'rif sohasida qo'shimcha ishlatib kelayotgan qozoqcha va uyg'urcha tuzilgan adabiyot, tarix, axloq va qonun qatorliq darsliklarni amaldan qoldirish haqida uqtirish tarqatganligi bildirilgan. Xitoyning Sharq Turkistonda keng ko'lamli tutqun qilish harakati tanqidga uchradi. 10 yanvar Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, kishilik huquq tashkilotlari Xitoyning Sharq Turkistonda diniy zotlarni yig'ib olib, jinoza namozi o'qishga odam qolmaganligini tanqid qilgan. Xabarda yaqinqi mezgillarda Sharq Turkistonda to'y-to'kun, o'lim, yetim, nazir chiroq ishlarida nikoh o'qish, jinoza namozini tushirishga diniy zot topolmaslikdan iborat og'ir vaziyat maydonga kelganligi. Xitoy 2014-yildan boshlab Sharq Turkistonda imom xatib, ma'zin va diniy zotlarni keng ko'lamli tutqun qilib, yepiq tarbiyalash markazlarida jazolash yoki qamoq jazosiga hukm qilish qatorliq tutqun qilish harakati ba'zi rayonlarda diniy zotlar bo'lmaslik hodisasini keltirib chiqarganligi. Bu zulmlardan xalqaro jamiyatdagi kishilik huquq tashkilotlari xabar tepib, Xitoyning bu qilmishlari tasavvurdan halqagan bir qilmish deb ayiblaganligi bildirildi. Dünya Uyg'ur Qurultiyi hay'at guruhi Limon shirkatida ziyorati bo'ldi. 11 yanvar Uyg'ur Net to'ri xabarida bildirilishicha, İstanbul'daki Dünya Uyghur Qurultiyining rais yordamchi maslahatchisi Sayyid Taranchi, ijroiya komiteti ichki ishlar bo'limi mudiri Hamid Ko'ktürk qatorliqlardan tashkillangan hay'at jangchi filmini ishlayotgan Limon shirkatini ziyorat qildi. Ziyoratda Dünya Uyghur Qurultiyining ijroiya komiteti ichki ishlar bo'limi mudiri Hamid Ko'ktürk apandim Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolining intayin echinishli holatda turayotganligini umumlashtirib tunishtirish bilan birga, Limon shirkatining jangchi filmida Uyg'urlarga o'rin berib, Uyg'urlarni hamda Uyg'ur madaniyatini tunishtirishda alohida rol olganligiga rahmat aytadiganligini. Bu ahvol Turkiya va boshqa davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarni intayin xursand qilganligi, shu munosabat bilan barliq Sharq Turkistonliklarga vakolatan Limon shirkatiga rahmat aytadiganligini bildirdi. Xitoy Kanada tabarligidagi Xitoyga qarshi faoliyatchilarga tahdid soldi. 11 yanvar Amerika Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Kanadadagi Xalqaro ko'chirim tashkiloti rahbarligidagi kishilik huquq tashkilot birlashmasi yil boshida Kanada hukumatiga bir parcha maxfiy dokument sungan. Dokumentda Xitoyning Kanada tabarligidagi Xitoyga qarshi faoliyatchilarga qo'rqoq va tahdid qilganligi. Dokument topshirgan tashkilot birlashmasi Xalqaro ko'chirim tashkiloti va Kanadadagi Erkin Tibet tashkilotini qo'llaydigan 15 hukumatsiz tashkilot o'quvchilaridan tashkillangan bo'lib, bu birlashma kishilarga oshkorlanmagan. Dokumentda Kanadalik bir tanqidchi o'tgan yili Xitoyga borganda, Xitoy uning orqasiga odam selib agashganligi, u yotgan mehmonxonalarning yendili yotoq olganligi, uningga agashgan josus uningga tahdid selib, Kanadaga borgandan keyin Xitoy ichidagi ahvollarning axborot sohasida o'ttirg'i chiqsa bo'lmaydiganligini eskartganligini, hatto Xitoy Kanada tavasida o'quvchilarni tashkillab, kishilik huquq faoliyatchilarining faoliyatiga to'sqinlik qilayotganligi tilga ilingan. Erdoğan, Amerika Türkiye'de siyasi tüzüm ag'dirishning ko'ydi bo'lyotidi dedi. Türkiye Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, Türkiye Cumhuriyeti Cumhur raisi, shundaqli qo'shimcha Adalet ve Taraqqiyot partiyasining raisi Recep Tayyip Erdoğan partiyasining Türkiye Büyük Millet Meclisi'deki gruppi yig'inda nutq so'zildi. Erdoğan, Amerikadagi qonun sharmandachiligiga aylanib qolgan atalmış embargo dilosi ustida to'xtalib, 2016-yildagi harbiy siyosiy o'zgarishda utuqqa erishalmaganlar amdilikda boshqacha bir ag'dirish yo'lining ko'yida yurmoqda.
hozir Amerikadagi mazkur delo mana shunday siyosiy tuzum ag'dirish hujumining adresidir dedi. Amerikaning Turkiyani Fathullahchi terrorlik tashkiloti va Markaziy istixborot idorasi CIA hamda Federatsiya tekshirish idorasi FBI orqali buningga qistash harakati elib berayotganligini ta'kidlagan Erdo'g'an bundaq o'yinning oqmaydiganligini aytdi. Tunisning vaziyati yana keskinlashdi. Arab qo'zg'olonining bo'shki bo'lgan Tunisning vaziyati bu qatim xalqaro pul fondi tashkiloti sababidan jiddiylashib ketdi. 2018-yildagi xomchot planida ijtimoiy yordamlarga oz pul ajratilishi, boj va neft bo'lib nurg'un tovarning bahosining o'sib ketishiga qarata boshlagan namoyishlar kundan kuniga ulg'aymoqda. Bosh ministr Yusuf Shohidning soqchi qismlariga namoyishchilarni bostirish buyrug'i berishi natijasida maydonga kelgan to'qinishlarda bir namoyishchi o'ldi, 49 soqchi bo'lib, nurg'un odam yaralandi. 206 odam nazorat ostiga elindi.